Bu yigit dunyodagi eng yosh professor. Yoshi esa atigi 12 yoshda. Uning ismi Subarno Isakbari va u butun ilm-fan olamini hayratga solmoqda. 2 yoshida u murakkab matematika masalalarini yechgan. 4 yoshida esa fizika qonunlarini tushunib bo'lgan. Bu narsalar katta odamlar uchun ham bosh og'rig'i-ku. 7 yoshidan boshlab u universitet talabalariga dars bera boshlagan. Tasavvur qiling, auditoriya katta yoshdagi talabalar, ularning oldida esa professor endigina 10 ga to'lmagan bola. Unga yangi Einstein deb laqab berishdi. Harvard, Oxford va Cambridge universitetlari uni rasman daho deb tan olishdi. 12 yoshida u maktabni tugatdi va New York universitetiga qabul qilindi. Bu o'quv yurti tarixidagi eng yosh talaba bo'ldi. Lekin barining iqtidori faqat raqam va formulalar bilan cheklanmaydi. U kitob yozgan. Unda tinchlik, ta'lim va insonparvarlik g'oyalari ilgari surilgan. Ko'pchilik uni 21-asrning eng buyuk olimi bo'ladi deb hisoblaydi. Balki u kashf etgan narsa butun insoniyat kelajagini o'zgartiradi. Hatto oldingi ixtirochilardan ham kuchliroq tarzda. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Iqtidor tug'ma bo'ladimi yoki mehnat orqali orttiriladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.